Assalomu alaykum aziz kanalimiz a'zolari. Mana hozirda desalarda yana ishlab chiqarish davom ettiryapmiz. Sizlarga aytmoqchi bo'lganimiz, xudo xohlasa yangicha formasini ishlayapmiz. Bu zakaznoy hammasi 2 stenkalari 2lik qilingan, 32likni 2 stenkasidan. Endi 3 pog'onali qilib beryapmiz. 750 mingdan chiqyapti. 70 ta zakaz olgandik Termizdan. Tayyor bo'ldi. Endi davomiga yana beriladi. Hozirda boshladik. Hozirda endi 4 pog'onalardan buraya yetishsa ayollari ham yo'g'i 700 mingdan beryapmiz. Bizda ajablanuvchilar beryapmiz. Yani klientlarimiz doimiy kamida 5 yil o'yin ishlab ko'radi. O'zimiz ham tajriba o'tkazdik. Hozir kamida 5 yil 10 yilgacha ishlayapti. O'sha muammosiz. Bundan ham qanaqa bo'lishimiz mumkin? Talabga qarab yaqinda 900 minglik lesam tayyorlab chiqardik. Namanganga 40lik turbadan diametri 50 edi. O'shalarni ishlab chiqardik. Og'ir chiqdi. Lekin Rossiyadan o'shanda mana hozir ham bu yer zakaznoy 2 stenka hamma yo'g'i qarim 750 mingga chiqyapti. Normalniy sizlarga shunaqa uzoq muddatga 5 yilga ishlaydigan 10 yilga ishlaydigan narsa domlarga ketadigan bo'lsa zakaz bersalar ular tayyorlab beramiz. Sifatli bo'ladi. Xohlasa tempi svarka hammasi chiroyli qilib berilyapti. Keyin eng nimasi diagonal hammasi ko'ylak olingan tekis